U bu narsa pishirib beraymi, kech qolib ketdik. Yo'q, qayerda yuribsizlar o'zi? Soat allamahal bo'lib ketdi-yu. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Kech bo'lganda nega uyda achki taqib olding? Ana so'rang oyi keliningizdan. Nima bo'ldi? O'qishimdan chiquvdim, bir bola keldi. Keyin menga gap otdilar, bular urushib ketdilar. Hamma yog'ini qonqib tashadi. Voy, o'zi ham ko'zim chiqib ketdi. O'zing ham ko'karganmi sen bolani? Urishdilar deyapman, oyijon. Voy. Qilmang, to'xtang desam ham, yo'q, bordilar, urdilar. Yo'q, esi joyidami seni? 02 qilib yuborsa menga shu kammi? Qilsin oyi, qilsin. Nega meni xotinimga qaraydi? Qayoqqadir yozib qo'yganmi seni xotining deb? Bitta seni xotining bormi? Ko'z bo'lgandan keyin qaraydi, chiroyli bo'lsa. Urish kerakmi shuning uchun? Yo'q, men qarab turaman unga qarasa. To'g'ri tushunish mumkin-ku. Turishingni qara. Yaxshimi shu endi? Yarashgan-ku oyi qarang. Ha, judagina yarashibdi. Ha endi. Nimadir tayyorlab beraymi, oyijon? Rahmat, qornim to'ydi sizlarni ko'rib. Zo'r narsa tayyorlab berdinglar. Oyi, xolisiz ketdi, restoranga borib ovqatlanib kelamiz. O'zinglar mazza qilib yeb, ovqat yeb kelganda o'ylash kerak edi. Yo'q, biz yeganimiz yo'q, oyijon. Ovqat yemadik, kalti yedik oyi. Kalti yeganinglar aniq bo'pti. Siz tomog'imizdan ovqat o'tmaydi, oyijon. Aylanib ketay o'zimni qizimdan. Hozir bo'lmasa kartoshka bilan go'sht qovurib olaman. Bo'ladimi? Shunaqa qilinglar, hammamiz birga ovqat yeymiz. Anaqa akosh ko'zini yuvamiz.